Kim qani shunga yoqa? Qani bizning ayol sen borlagan? Men emas, bu o'g'illarga. Sen nega urilib ketasan? Qani meni oy qizim topib tez. Bo'l tez topib. Mana mashina qizingiz. Kallangni ishlatsang bo'lmaydimi? Qo'shnilarning oldida nima degan odam bo'lamiz? Bitta qizni o'g'irlab kelib, prosta tak yasholmaysan, bir narsasi bor deb o'ylashadi. Gapirasiz a? Ha, endi jiyan. Taqiyman buni. Ha, endi jiyan to'yga pulni qatmoqchi endi. $10,000 yig'ib qo'yganman. Xotin. Ne qilib yursan sen? Ha, aytib ketsang bo'ladi-ku, ikki birday jengin turg'un nega sibirlab qana aytmaysan? Bala men söyleshdim-de. Ekin kelishib oldingizmi? Onda baxtı bu. Ha, bular kelishibdi ikkovi. Ya endi qalin pulni söylesek, yurib. Bayliq to'la dalasi. İki jasımız bir-birini ma'qul kepti, kelishibdi. Bizler ham bizlerga de ma'qul. Endi biz qalin pulni kelishib olaylik sizlar bilan. Qizimizni o'qitib qo'yganmiz, o'g'an $3,000. Qizimizni pazandelikka o'qitib qo'yibmiz, o'g'an $3,000. Qizimizni chet tillarini o'qitib qo'yganmiz, o'g'an $4,000. Общий $10,000 bo'ldi. Qizingizni men o'g'irlab ketdim, shunga mana 10,000. Voy, bu yerda kuyov bola beradi ekan pulni. So'laymi? Endi bu boshqa gap. Endi sizlarda Qoraqalpog'iston Respublikasida kempir o'ldi qadesini kutamiz. Kampir o'ldi. Nurjan